O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yoqub Ahmedov haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalish uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedov 87 yoshda vafot etdi. O'zbekiston xalq artisti Fidokorona xizmatlari uchun ordeni sohibi, teatr va dublyaj aktyori Yoqub Ahmedov 87 yoshda vafot etdi deyiladi xabarda. Mashhur san'atkor 1938-yilning 3-yanvar kuni Namanganda tavallud topgan. Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutini tugatgandan so'ng 1958-yildan beri Hamza nomidagi O'zbek davlat akademik drama teatri aktyori, 1992-yildan esa shu teatrning direktori lavozimida faoliyat ko'rsatgan. Yoqub Ahmedov uzoq yillar shu ijodiy jamoada ishlash jarayonida 50 dan ortiq spektakllarda asosiy rollarni o'ynadi. Dastlab Uyg'unning Parvona asari asosida sahnalashtirilgan spektaklda Marjona rolini o'ynagan aktyor bu birinchi va mustaqil roli ustida tinimsiz mehnat qildi, izlandi. U roldan rolga o'sib, keyinchalik qator ajoyib obrazlar yaratdi. Yoqub Ahmedovni keng san'at muxlislariga tanitgan ilk obraz bu Trop to'la ssenariysi asosida rejissyor Yo'ldosh A'zamov tomonidan 1958-yilda suratga olingan Furqat filmidagi Furqat obrazi bo'ldi. Shundan keyin Yoqub Ahmedov kinoda 30 ga yaqin obraz yaratib, o'zbek kino san'atida ham o'z o'rniga ega bo'ldi. U yaratgan Oqxoy, Ganga qizi, Azizbek o'tgan kunlar, Amir Olimxon, Qora konsulning halokati, Shayx Hamza Sultonali, Mehrobdan chayon va boshqa obrazlarni alohida ta'kidlash o'rinlidir. Shuningdek, Yoqub Ahmedov O'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan 400 dan ortiq filmda ovoz berdi. Taniqli san'atkor Alisher Navoiy, Ulug'bek xazinasi, Diyonat, Girdob, Ichkiyo va boshqa video filmlarda ham yetakchi rollarni ijro etdi. Aktyorning oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Alloh o'zi qo'llasin.